Assalomu alaykum. Men Shohrux Yo'ldoshevman. Perfect Business Consulting korxonasining asoschisiman. Bizning korxonamiz 2015-yildan buyon buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatib keladi. 2018-yilda korxonamiz qoshida o'quv markazi ochilgan. Bugungi kunda buxgalteriya sohasiga talab oshganligi, buxgalteriyaga qiziquvchilar soni ko'payganligi sababli buxgalteriya kurslarimizni videoga olib o'zimizning YouTube kanalimizga joylab kelmoqdamiz. Mana bugun siz bilan kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan bir yilda bir marta topshiriladigan statistika hisobotini topshirish jarayonini bevosita ko'rib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, hozir sizlar bilan Sunlight Invest mas'uliyat cheklangan jamiyatini bir yilda bir marta topshiradigan 1KB statistika hisobotini taqdim qilish jarayonini ko'rib o'tamiz. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz mana bu E-stat programmasi bizning kompyuterimizda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar o'rnatilmagan bo'lsa, u holda statistika saytidan ko'chirib olishimiz kerak. Avvalambor ko'chirib olish jarayonini bitta ko'rsatib o'tamiz. Qayerdan ko'chirib olish mumkin? stat.uz saytiga kiramiz. Interaktiv xizmatlar, elektron hisobot. Mana shu sayt orqali, mana shu stat.uz saytining interaktiv xizmatlar elektron hisobot bo'limida demak elektron hisobotlarni yuklab olish, o'rnatish, to'ldirish bo'yicha qo'llanmalar bor. Mana shu joydan demak E-stat programmasini ko'chirib olishingiz mumkin. Bizning kompyuterimizda bu o'rnatilgan. Отчет to'ldirish uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar, eng muhim ma'lumotlar bizada buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot va ADNS programmasi kerak bo'ladi. ADNS programmasini ochamiz. Mana oldingi darslarimizda Sunlight Invest korxonasining buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotini topshirgan edik. Bugun xuddi o'sha korxonani statistika hisobotini topshiramiz. Asosan foydalanadigan joyimiz отчет, оборотный saldo ведомость bo'limida 1-yanvar 2020-yildan 31-dekabr 2020-yilgacha bo'lgan jarayonni o'ziga qamrab oladi. Eslaringizda bo'lsa, men bu оборотный saldo ведомостьga qarab balans bilan fin rezultat to'ldirgan edik. Endi ayrim ma'lumotlarni xuddi oldingi dars to'ldirgan hisobotlarimizdan ayrimlarini ADNSdan olamiz. Yana bitta narsa bizga juda ham muhim narsa kerak bo'ladi. Oldingi yil topshirgan hisobotimiz kerak bo'ladi. Oldingi yil aynan mana shu korxonani bir KB topshirilgan hisobot kerak bo'ladi. Ayrim ma'lumotlar u hisobotdan olinadi. Buni olish uchun siz oldingi yil topshirgan hisobotlaringizni biron joyga saqlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Mana bizda mana 19-yil topshirilgan hisobotlar E-stat papkasi bilan birga arxiv olib qo'yilgan. Hozir o'sha joydan kirib 19-yil topshirilgan hisobotni topib olamiz. Kerakli tashkilotimizni tanlaymiz. Sunlight Invest. Mana shu shaklda chiqdi. Demak, bu eski hisobotimizni topish uchun programma. Отправлениеga o'tamiz va periodni to'g'rilaymiz. Mana e'tibor qiling, 19-yil periodga o'tgandan keyin 19-yilda 1KB годовая degan hisobot topshirilgan va 1 invest shakli годовая topshirilgan ekan. Bizga hozir 1KB годовая отчет formasi kerak, hisobot formasi kerak. Bu uchun bu hisobotni ochib olamiz. Bu hali yangi shakl emas, eski yilda отчетini ochib olyapmiz. Mana e'tibor qiling. Bu hisobotimiz 19-yil uchun. Endi buni pastga tushirib qo'yamiz. Pastga tushirib qo'yamiz.
va bu yil uchun yangi hisobot shakllantirishimiz kerak. Mana bu programmaga kiramiz. O'sha o'tgan yil kirgan programmamiz orqali kirishimiz ham mumkin. Kerakli tashkilotni tanlaymiz. Sunlight Invest. Eski demak o'tgan yilgi programma orqali kirganimizda biza birinchi qiladigan ishimiz shablonlarni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shablon degan joy bor. Shablon degan joyda biza topshirmoqchi bo'lgan hisobot o'sha 1KB shaklini topib olamiz. Mana 1KB годовая. Mana shu kerakli shaklga qo'yib проверить обновленияni bossak, bizga tekshirib beradi. Bu отчет formasi yangilanganmi, yo'qmi? Mana e'tibor qilsak, boshqasi yangilanmagan, aynan biza tanlamoqchi bo'lgan shakl yangilangan ekan. Demak, boshqa qaytadan yangilashimizga hojat yo'q. Yangi отчетimizni sozdат qilamiz, hosil qilamiz. Bu uchun kerakli shaklni tanlaymiz. 1KB годовая, yillik sozdат knopkasini bosamiz. Mana e'tibor qiling, bu demak yangi shakl 2020-yil uchun. Pastga olib qo'yamiz bularni. Endi bizga kerak bo'lgan moliyaviy natijalar forma 1, forma 2 mizni soliq saytimizdan tortib olamiz. my.soliq.uz yuridik shaxslarning hisobotlarini yuvorish. Mana bu buxgalteriya balansimiz yillik, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot yillik turibdi. Skachat qilish uchun mana bu tugmani bosamiz va bizga pastda Excel formatda ko'chirilgan bo'ladi. Mana buxgalteriya balansimiz. Bunisi moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot. Forma 2. Hisobot to'ldirish uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni ochib oldik. Endi adashmaslik uchun mana bu ustunda 19-yilga hisobot turibdi. Bu ustunda 20-yilga hisobot turibdi. Hisobotlarni to'ldirishni boshlaymiz. E'tibor bilan qarab tursangiz, bu hisobot mana 20 listdan 20 varaqdan iborat. Lekin faqat o'zimizga kerakli bo'lgan joylariga ma'lumot qo'yiladi. Hisobot ozgina murakkabroqdek tuyulishi mumkin, lekin murakkab emas. Faqat ma'lumotlarni o'qib qo'yib chiqishimiz kerak. Hisobotni to'ldirishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz, e'tibor qilamiz, hisobot 1000 so'mda ko'rinadi. Demak, virguldan keyin qisqartirishda ketmaydi. Birinchi betiga qiladigan ishimiz hisobot to'ldirish uchun sarflangan vaqt. Biz bu hisobot 1 soatga qolmay to'ldiramiz. Mana 1 soatgacha bo'lgan vaqt qo'ydik. Keyingi betga o'tamiz. Keyingi betga mana bu knopka orqali o'tiladi. Mana bir boshdan to'ldirishni boshlaymiz. O'rtacha ish haqi hisoblash uchun qabul qilinadigan mazkur korxonada mehnat daftarchasiga ega xodimlar soni. Shundan ayollar. E'tibor qilamiz, qaysi ustunga bizga tegishli ma'lumot bo'lsa, o'qib chiqamiz, qo'yamiz. Xodimlar sonini adresdan ko'rib olamiz yoki siz o'zingiz korxonangizda nechta xodim ishlashini bilasiz albatta. Ikkita xodim ekan. Ikkalasi ham erkak kishi, ayol qo'yilmaydi. Jismoniy shaxslarga hisoblangan ish haqi. Ish haqini biza adresda оборотный saldo ведомосini 67-shot kredit qismidan olamiz. 19 million 100 ming.
mazkur korxonada mehnat daftarchasi bo'lgan. Shunda mehnat daftarchasi borligi, hammasi mehnat daftarchasi borligi hisoblangan. Bizda mehnat daftarchasi yo'q, xodimlar yo'q. Hisobot yili boshiga korxonada mehnat daftarchasi bo'lgan xodimlar soni. Hisobot yili boshigani mana bu otchetimizdan qaraymiz. Demak, mana bu otchetimizda hisobot yili oxiriga degan joydagi ma'lumotlar 20-yil otchetimizda hisobot yili boshiga keladi. E'tibor qilamiz. Hisobot yilida mehnat daftarchasi bo'lganlar o'rtacha soni, xo'p, hisobot yili oxiriga mana 2 ta bo'lgan ekan. Demak, 20-yil boshiga 2 ta bo'ladi. Yana keyingilarini qaraymiz. Hisobot yili oxirida ham 2 ta. Ikkalasi ham oliy ma'lumotli. Yoshiga nisbatan buni siz buxgalter bo'lsangiz, o'zingiz tashkilotingizda kimlar ishlashini, yoshlarni o'zingiz qo'yishingiz kerak bo'ladi. Boshqaruv xodimlar soni bitta. Yil boshiga ish o'rinlari soni. E'tibor qiling, mana shu joyda yil oldingi hisobotimizda yil oxiriga ish o'rinlari soni degan joydagi ma'lumotlar keladi. Mana hisobot yili oxiriga ish o'rinlari soni 17 ta berilgan ekan. Mavjud bo'lgan bo'sh o'rinlar 15 ta berilgan ekan. Hisobot yili boshiga ish o'rinlari soni 17 ta. Yangi ochilganlar yo'q. Hisobot qisqartirilgan ish o'rinlari soni qisqartirilgan. Korxona faoliyatini yo'lga qo'ya olmagan. O'shaning uchun ish o'rinlari soni 2 ta bo'lib qolgan. Hisobot yili oxiriga bo'sh ish o'rinlari soni yo'q, xodimlar yo'q. Haqiqatda ishlagan vaqti. Haqiqatda ishlagan vaqtini hisoblash uchun biz adresimizda tabel qismiga o'tamiz. Tabel qismiga 20-yilni tanlab olamiz. Aslida men bu tabelga kirib, men soatlarni hammasini qo'shib chiqish kerak. Shunaqa topiladi. Mana men bularni hammasini qo'shib chiqish kerak. Biz alohida hisoblab qo'yganmiz. O'sha narsa olib kelib yoziladi bu yoqqa. Demak, 2 kishi yil davomida 3624 soat ishlagan ekan. Mana bu soat agar ko'payib ketsa, sizda programmani o'zi logik kontrolda aytadi, sizning soatingiz ko'payib ketdi deb. Hisobot yilida mazkur korxonada mehnat daftarchasi bo'lgan xodimlarning yillik o'rtacha soni 2 ta bo'lgan. O'rindoshlar yo'q. Fuqarolik shartnomasi bo'yicha qilinganlar yo'q. Ish beruvchining majburiy javobgarligiga to'langan. Bu majburiy sug'urta. Majburiy sug'urta bilasiz, ish haqidan kelib chiqib to'lanadi 1 yilda 1 marta. Xodimlarning yillik o'rtacha soni 2 ta. Korxona rahbarining jinsi erkak kishi. Birinchi list ketdi, birinchi bet ketdi, keyingi betga o'tamiz. Baxtsiz hodisalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Mana bu joydagi ma'lumotlar bizani forma 2 mizdan keladi. Mana e'tibor qiling, podskaska uchun forma 2 ni qaysi satrdan kelishini ham yozib qo'ygan. Demak, forma 2 mizni ochib olamiz. Mana bu satrlar yozilgan. Forma 2 ni 10-stroka, 10, 20 va hokazo. Hisobot yilidagisini ko'chiramiz. Mana mahsulotdan sochishdan tushum, sotilgan mahsulot tan narxi. Mana shunaqa o'qib, o'zingiz to'g'risiga qo'yib ketaverasiz. Xarajatlari, boshqa xarajatlar bor ekan bizda. Boshqa xarajatlar, moliyaviy faoliyat bo'yicha. Bizning xarajatimiz mana kurs farqidan, valyuta farqidan. Bu joyda ham bor, mana kurs farqidan o'sha joyga qo'yamiz. Endi mana bu tepada 202, 204, 206 da xarajat yozdik-ku.
Mana buni yozdik, mana buni yozdik, mana buni yozdik. Bularni rashifrovkasini beramiz. Ya'ni kengaytmasi, aynan nima xarajatlar. Bu uchun biz оборотный saldo ведомостьda davri xarajatlarni ustiga 2 marta bossak, оборотный saldo ведомость по счету 94 degani bor. O'shanga bossak, statsiya zatrat beradi. Har bir zatratlar bo'yicha, statsiyalari bo'yicha beradi. Xo'p, bir boshdan demak ijara to'lovini hisoblaymiz. Qancha ekan? 5++ 453. Ijara to'lovimiz 44 million. Bank xizmatlari. Bu joyimizda bor bank xizmatlari ham. Mana bankskiy usluga o'chirib olamiz. Tashlaymiz. E'tibor qiling, nuqtalar bilan qo'ysangiz ham o'zi aniq tashlaydi. Olib tashlaydi nuqtalar. Asosiy vosita nomali aktivlarning eskirishi. Buni biz mana bu joydan olsak ham bo'ladi. 02-счетda оборот за период degan joydan ko'chirib olsak ham bo'ladi. Xohlasak, fin rezultati forma 2 ni statsiya zatratlarda asosiy vositalarning eskirishi degan joyini qo'shib chiqsak ham o'sha summa bo'ladi. Ijtimoiy sug'urta ajratmalari. Bu YSP. YSP hisoblanganini bu yerdan olamiz. Mehnatga layoqatsiz yo'q. Elektroenergiya xarajati. Buni alohida biz hisoblab olganmiz. 576 ming. Boshqa daromadlar. Forma 2 ga qaraymiz. 743 ming boshqa daromad bor ekan. Qo'yamiz. Bu daromad nimadan? Qaraymiz. Bu daromad kurs farqidan ekan. Kurs farqi degan joyga qo'yamiz. Mana bu yerda podskaskalar bor, hech qanday qiyin joyi yo'q. Ozroq, tezroq qilayotgan bo'lsam, unga e'tibor qilmang. Mana bu joyga e'tibor qiling. 240-satr de etogosi yoki 201 minus 202 minus yoki hamma xarajatlar minus plus daromadlar. Mana bu ustun so'ralgan bizdan 240. O'shani qo'yamiz. Faqat e'tibor qiling, oldiga minusdan qo'yamiz. Sababi bizda rasxodda turibdi. Bu korxona katta zarar bilan yopgan yilda o'sha hisobiga minusdan bo'ladi. Foyda solig'i va boshqa to'lovlar. Foyda solig'i yoki boshqa to'lovlar mana bu joyda bo'lardi. Demak bu yo'q. Pastga sof foyda yoki zararga ham shu summani o'zi keladi. Byudjetga to'lovlar bo'yicha jami bu tayyor turibdi bizda. Forma 2 3-listida mana etogos turibdi. Ko'chirib olamiz. Tashlaymiz. Yil oxiriga debitorlik qarzlar. Debitorlik qarzlarimiz forma 1 dan olamiz. Mana debitorlar 210-satr. Ko'chiramiz. Olib kelib tashlaymiz. Muddat o'tgani yo'q. Keyingi listga o'tamiz. Yil oxiriga kreditorlik qarzlari. Xo'p, yil oxiriga kreditorlik qarzlarimiz ham mana bu joyda bor. Mana jam majburiyatlar. Ko'chiramiz, olib tashlaymiz, muddat o'tgani yo'q. Xo'p, demak, dividendlar bizda hisoblanmagan bo'lsa qo'yiladi. Endi mana bu yerda tovar moddiy zaxiralari bor. Endi yil boshiga, yil oxiriga qo'yilishi kerak. Bular hammasini balansdan ko'chiramiz. Ishlab chiqarish zaxiralari. Ishlab chiqarish zaxiralarimiz 10-счетda turadi. Yil boshiga qo'yamiz. Yil oxiriga qo'yamiz. Mana bu yerda ham
ko'rsatib qo'yilgan mana qaysi ustundan olish, balansi qaysi ustunlaridan olinish. Demak, keyingisi tovarlar. Mana 180 dan olamiz. Borini olamiz, yo'g'ini olmaymiz. Asosiy vositalar. Asosiy vositalar mana boshiga qiymati, eskirishi, boshiga, oxirgi qiymati, eskirishi, hisobot davri oxiriga. Mana shu joyda bitta narsani solishtirib qo'yishimiz kerak. Eski отчетimizni ochamiz. Eski отчетimizda ham bunaqa ma'lumotlar bo'lgan. O'sha отчетimizni yil oxiriga degan ma'lumotlari bu отчетimizni yil boshiga degan ma'lumotlar bilan bir xil bo'lishi kerak. Mana 120 244, 614 mana 614 asosiy vositalar va eskirish. Mana yil oxiriga eski отчет yil oxirgasi, yangi отчет yil boshi bilan bir xil bo'ldi. Bo'ldi, keyingisiga ketaveramiz. Kirib kelgan asosiy vositalar yo'q bizda. Kelgan bo'lsa yoziladi. Elektr energiyasi 1008 kilovat ishlatganimiz. Omborlar balansimizda yo'q. Asosiy vosita, asosiy kapitalga investitsiya kiritilmagan. Bo'limlarimiz mavjud emas. Tashqi iqtisodiy faoliyat shart emas. Ishlab chiqarish tashkilotlari to'ldiradi, bu ham bizga kerak emas. O'rmon xo'jaligi, qishloq xo'jaligi kerak emas, qurilish kerak emas. E'tibor qiling, ko'p joylari kerak emas bo'ladi. Mana bu joyda ishlab chiqarilgan, ko'rsatilgan xizmatlar, QQS va aksiyasiz. Mana shu joyda biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni eski отчетdan ko'rib olamiz. Chunki har bitta xizmatda o'zini kodi bor. Kodini ko'rib olamiz. Mana kodi 467 313 ekan. Bu joyga xizmat kodini yozishimiz kerak. 467 313. 467 313. Mana uslugi по оптовой торговле, санитарно-технический оборудование. Siz mana bu yoqdan o'zingiz tanlab olsangiz bo'ladi. O'zingiz qaysi faoliyat bo'lsa, o'sha faoliyatni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni xizmatlar yozishimiz kerak. Mana shu joyda e'tibor qilamiz. Bu joyda biz moliyaviy natijalar to'g'risidagi umumiy tushgan tushum emas, tushgan tushumdan ayrilgan tan narx, ya'ni yalpi tushumni yozishimiz kerak bo'ladi. Kopiya qilamiz, yalpi tushumni yozamiz. Ulgurji savdo tashkilotlarida shunaqa boshqa faoliyat bo'lsa, to'liq hammasi yoziladi. Xo'p, davom etamiz. Eski отчетimizga qaraymiz. Hop. Mana e'tibor qilsak, bu joyi bizga aloqasi yo'q. Keyingi bo'limga o'tsak, savdo bo'limi bor. Mana bu joyda o'sha jami savdo aylanmasi degan joy bor. Bu yerda ham kod yoziladi. Kodni qidirib vaqt yo'qotmaslik uchun buni eski отчетimizdan olamiz. Mana xuddi shu bo'lim oldingi отчетda ham bor. 467 303 ekan. Bu joyda siz nima sotgan bo'lsangiz, o'shalarni alohida yozib chiqasiz. Mana bu yerda sotilishi mumkin bo'lgan narsalarning perechini bor. O'sha perechini o'zingiz sotgan narsani tanlaysiz. Bu joyga umumiy vыручка yoziladi. Yalpi tushum emas, umumiy savdo aylanmasi yoziladi. Shundan mamlakat ichida ishlab chiqarilgani bizning 100% import,
mamlakat ichida ishlab chiqarilmagan. Qoldiq. Qoldig'imizni qayerdan olishimiz mumkin? Qoldig'imizni balansli tovarlar degan joydan olinadi. Mana. Tovarlarimizni qoldig'i olinadi. Davom etamiz. Keyingisi chakana savdo obyekti yo'q. Umumiy ovqatlanish yo'q. Omborlar. Ulguruvchi omborlar soni bitta bizada. Tak. Kvadraturasi maydoni o'tgan yilgiga qaraganda 1 ga 1 qisqargan. Mana 216 kvadrat skladimiz bor edi, 108 bo'lgan. 108 obyomi 400 bo'lgan. 400. Bu joylar bizga kerak emas. Yuk mashinalarimiz yo'q balansda. Xo'p, kompyuterlarimiz. Eski отчетimizga qaraymiz. Bitta kompyuter bo'lgan. Bitta statsionar kompyuter bo'lgan. Xo'p, internet tarmog'iga ulanganlar bitta. Saytimiz yo'q. Foydalanish maqsadlari foydalanamiz internetdan. Davlat organlariga отчет topshirish va hokazo keraklisini tanlab qo'yamiz. Keyingisi pastda bizga internet uchun to'langan to'lovlarni pulni so'raydi. 300 ming so'mdan 12 oyga 3.600.000 so'm to'laganmiz. 3.600.000 so'm. 3.600.000 so'm. Bu joylar kerak emas. Mana bu joyda yoziladi 806 ga. Eski отчетimizga e'tibor bersak, 806 ga yozilgan. Jami fin rezultati выручка savdo tushumi yoziladi. Yangi formaga o'tamiz. Xo'p, mana отчетimizni to'ldirib olgandan keyin примечание degan joyi bor. Birinchi saqlab olamiz. E'tibor qiling, сохранить отчет deb bossak, bizda bir qator xatolar chiqarib berish mumkin. Mana e'tibor qiling. Xatolar, bu xatolar hech qanday muammoli joyi yo'q. Chunki отчет 20 varaqdan tashkil topgan, biza qayerdadir nimadir o'tkazib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Mana bu joyda tasdiqlang, 100% importma mahsulotingiz deyapti. Ha. 232-satrga e'tibor bering. 232. Bu yagona soliq to'lovi. Biz yagona soliq to'lovi emas, NDS to'lovchisimiz. 500 201 summasi 501 plus 502. 500'liklarda xato berdi. Borib ko'ramiz 500'liklar nima ekan. Xo'p. Bu haqiqatan ham O'zbekistonda ishlab chiqarilmaganmi deb so'radi. Ha deymiz. 718 ga o'ting deyapti. Borib ko'ramiz 718 nima ekan. Bu sotuv bo'lmagan bizda. Bu joyga qo'ysangiz qarang, sotib olish bilan bog'liq elektron savdolar qo'ysangiz, u tepaga ham qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, 806 ga e'tibor qiling deyilgan. 806 pastiga yozishimiz kerak. Bu narsa qachondan tashkil qilinganligini. Mana bu yoqda adashmasam eski отчетda ham bo'lgan ekan. Eski отчетda to'ldirish majburiy bo'lmagan, yangi отчetda to'ldirish majburiy bo'lib qoldi lekin. Saqlaymiz. Mana ketdi. Xo'p, mana bu tomon logistik kontrol, bu tomon
допустимый control. Mana bu yoqda ошибка bo'lmasligi kerak. Bu yoqda ошибка bo'lsa ham primichaniyada yozsangiz o'tib ketadi. Hop, oxirgi primichaniyga yozamiz. Hisobot to'ldirib bo'lganimizdan keyin demak yozamiz. Primichaniyga sababini yozamiz. Nima sababdan zarar bo'lgan, nima sababdan foyda bo'lgan va hokazo. Mana hisobotimizni to'ldirib bo'ldik. Saqlash tugmasini bosamiz. Logistik kontroldan o'tdi. Demak, hisobotimiz jo'natishimiz mumkin. Mana bu oxirgisini yozib qo'yilgan. Tasdiqlang. Mana bu ko'rsatilgan narsalarni primichaniyada ko'rsatdik. Hop, yozib bo'lganimizdan keyin hamma ma'lumotlar to'ldirib bo'lgandan saqlash knopkasini bosamiz. E'tibor qiling, zakrit knopkasini bosamiz. Отчетda saqlaymizmi deb so'raydi. Da deymiz. Mana отчетimiz saqlandi. Jo'natish mumkin. Demak, belgi qo'yamiz. Отправить knopkasini bosamiz. Mana jo'natishni xohlaysizmi? Ha. Teramiz parol. Ozgina kutib turamiz. Hozir mana e'tibor qiling. Bizga уведомление о получении статистического отчета chiqdi. Demak, bizning hisobotimiz 8-fevral 2021-yil soat 21:05 da jo'natildi. 3 kun ichida ko'rib chiqiladi. Bu уведомленияni saqlab qo'yamiz. Keyin отчетimizni ko'rish uchun отправлениеga o'tsak, mana yangi jo'natgan отчетimiz turibdi. Mana hisobotimiz jo'natildi, 3 kun ichida ko'rib chiqiladi. Keyin buni tekshirilmaganligini bilish uchun mana bu joyiga bosamiz. Посмотреть уведомленияni bosganimizda mana hozirgi уведомление qaytadan chiqib turibdi. Keyin holati qabul bo'lib, mana bu yerga statistika отчети qabul qilinganlik to'g'risida уведомление keladi. Mana bu joyda ham принят so'zi bo'ladi. Shu bilan statistika hisobotimiz yopiladi. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Kelgusida bundan ham qiziq va foydali bo'lgan ma'lumotlarni joylashtirib borish ko'zda tutilgan. Rahmat.